Jigar Nexia 2 so'raganmidingiz? Qalbingizdagidek oppog'idan kelib qoldi. Probegi o'ta kam. Вообще ideal holatdagi Nexia 2 mashinasi kelib qoldi. Sotuvimizga xullas Sons gibrid, mashina propanda, 4 ta o'rtacha baloni bor. Xullas mashinani kraskasiga kelsak, bitta ikkita petnosi bor ekan, mana shu yerda. Keyin eshigida bitta petnosi bor ekan, qanotida mana shunisi kraska bo'lgan ekan, yuzaki ichiga o'tmagan ekan. Holati o'ta go'zal holatda. Qolgan joyi toza ekan, bemalol bo'stalar bilan kelib tekshirtirib olasizlar ekan. Eng qizig'ini ko'rsataymi? Yurgan probegini hozir ko'rsataman sizlarga. Вообще jinni. Bu mashinaga bu yildagiga bu probeg o'ta ham kamda. Qaranglar probegini 68.000 halol ekan, 67.900 bo'libdi. Obshivka holatlari ham tiniq holatda, salonlari sveji bo'lib turibdi, torpedga arqalari, salonlarigacha hozircha qorong'ib qoldi, ko'rinmayapti. Holati o'ta tiniq holatda. Xullas hozir men sizlarga bagajini ham, motorini ham bitta ochib ko'rsataman. Xullas olib bosib oladigan joyi jiga. Bagaj qismlari holatini ko'ringlar, vobshe tiniq. Zapaskalari o'rnida, arqalarigacha vobshe tiniq bo'lib turibdi. Xullas mashina Sons gibrid, luks mashina, beskonditsiyoni. Motorini ham ko'ring. Vobshe ishqibozchilikka bosib oladigan joyi. Qaranglar. Xullas akkumulyatorlari yangi, propanda, Sons gibrid, gidravlika luks mashina. Xullas, yiliga keladigan bo'lsa, yil 2009-yil, narxi $4,600 deyishdi. Egalari yana bir ko'ngilga yo'l topsalari, inshaalloh o'tib berishadi. Sizlar qancha arzon olsalaring, biz shuncha xursandmiz. Biz sizlar tomondamiz. Inshaalloh like bilan podpiskani bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziq videolar o'tkazib olmaslik uchun sizlarga inshaalloh bundan da qiziqlarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Joyinglar sog' bo'lsin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.